Yaqindagina to'yi bo'layotganini e'lon qilgan xonanda Manzuraning hayotida suiqasd sodir bo'ldi. Azizlar, videorolikimizni oxirigacha ko'ring. Bu galgi videorolikimiz boshqalardan tubdan farq qiladi. Tomoshabinlarning Sevgi Natr filmidagi roli va Unutsaydim, Qo'g'irchoqman, Qaynona kabi qo'shiqlari bilan sevimli bo'lgan xonanda Manzura 21 fevral sanasida 48 yoshni qarshiladi. Shu vaqtga qadar oila qurmagan xonandaning shaxsiy hayotida bir oy avval yangilik bo'ldi. Manzura o'z baxtini uchratdi. Xonanda Manzura intervyularning birida to'kis oilada ulg'aygani va bolaligi go'zal xotiralarga boy bo'lgani uchun ota-onasidan minnatdor ekanligini ta'kidlaydi. Xonanda intervyularning birida jamoasiga qilingan suiqasd jiddiy shikast yetkazishgani va asirga olingani haqida aytib o'tgan. Bundan 20 yil avval to'yda jamoadagi bolalarni urmoqchi bo'lib, pichoq bilan kelib o'ldirib yubormoqchi bo'lishgan. Men ham juda duxi baland qiz edim. Otdan tushsam ham egardan tushmaganman. Ular nima degan bo'lsa, xuddi shunday javob qaytarganman. Har xil gap so'zlardan so'ng ular bizni qo'yib yuborgan. Ular bizni o'rab olishgan. Ma'murimni tepishgan edim. Bunday holatlarni eslasam ko'p chiqaveradi, deydi xonanda. Xonanda intervyularning birida yana keyingi yillarda hayot tarzidan tortib fikrlari ham butunlay o'zgargani haqida aytib o'tgan. 5-6 yil avval qattiq depressiyaga tushdim. Bunga odamlarning qachon oila qurasiz, farzandli bo'lolmay qolasiz, hayotingizning mazmuni yo'qoladi degan gaplari sabab bo'ldi. Shunda internetga hayot mazmuni nima deya qidiruv berdim. Bir ma'lumot e'tiborimni tortdi. Musulmonlar uchun iymon va itoat degan gapni o'qib yuragim junbushga keldi. Shundan keyin fikrlarim ham, hayotga bo'lgan qiziqishlarim ham o'zgardi. Nasib etsa oila qurib farzandli bo'larman, deydi xonanda Manzura. Manzura ota-onasini yo'qotganidan keyin tushkunlikka tushgani va qiyin kunlarni boshdan kechirgani haqida aytib o'tdi. Ota-onamni yo'qotganimdan keyin hech narsaga qiziqishim qolmadi. Depressiyaga tushib qoldim. Bir oyda 4 kishi yashardik. Ota-onam, opam va men. Tasavvur qiling, 4 oy ichida 2 inson vafot etdi. Otam rahmatli Yangi yil bayramida dasturxoniga qo'yiladigan aviya, salati va norinni yaxshi ko'rardi. Dasturxon tuzab, oila davrasida televizor ko'rishni yaxshi ko'rardik. 2018-yilning yozida ota-onamdan ketma-ket ayrildik va Yangi yil dasturxonida Nigina opam bilan yolg'iz o'tiribmiz. Bu holat inson ruhiyatiga juda qattiq ta'sir etarkan, deydi xonanda. Manzura 2026-yilning yanvar oyida turmushga chiqayotganini kuzatuvchilariga ma'lum qildi. Bu xabar PR yoki rostligiga xonandaning o'zi oydinlik kiritdi. Bu PR emas, haqiqatdan ham turmushga chiqayapman. Bu xabarni muxlislarimga ulashdim, chunki xalq orasida turmushga chiqqanim yoki ajrashganim haqida turli gaplar yuradi. Shuning uchun ham ommaga bu haqda ma'lum qildim. Rostini aytsam, bir oy avval ham u insonni tanimasdim. Qozog'istonning Chimkentida Ahmadbek Yo'ldoshev degan juda ham taniqli va reytingi baland san'atkor bor. Shu inson bilan gaplashib qoldik. Suhbat davomida duet aytishga qaror qildik. So'ng Ahmadbek Yo'ldoshev meni Chimkentga taklif qildi. Shu bilan Chimkentga yetib keldim va bu yerda bo'lajak turmush o'rtog'im bilan tanishdim, deydi xonanda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.